Bomdod namozi qazo bo'lib qoldi. Qazosini peshin namozidan keyin o'qiymanmi yoki peshin namozi kirib qolmasdan oldinmi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bomdod namozini bir kishi qazo qilgan bo'lsa, o'sha kunning peshin namozini vaqti kirmasidan oldin o'sha bomdodning qazosini o'qimoqchi bo'lsa, o'sha kun sunnatini ham qo'shib, avval 2 rakat sunnatini o'qiydi, keyin 2 rakat farzini qazosini o'qiydi. Sharti bomdod namozini qazo qilgan odam peshin vaqti kirmasidan oldin qazosini o'qimoqchi bo'lsa. Ammo peshin vaqti kirsa, undan sunnat soqit bo'ladi. Sunnat o'qish shart bo'lmaydi, balki farzini o'zini qazo qilishlik kifoya qiladi. Albatta qazo qilishlik ixtiyoriy imkoni bo'la turib qazo qilgan odam haqida emas. Inson rostdan ham uxlab qoldi. Hech qanaqa uyg'otadigan sharoit bo'lmadi. Bir uyg'onib ko'zini ochib yana uxlagan odam bu masalada qattiq gunohkor bo'ladi. Faqat man noma an salatin hadisiga ko'ra, kim bir namozdan uxlab qolsa-da, g'aflat bosib, uyg'onish imkoniyatlari hammasi yo'q bo'lib, kim uxlab qolgan odam haqidagi bu ruxsat bu. Bunga hadis qilib Abu Hurayra radhiyallohu anhuni bir hadislari bor. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan bir safardan qaytayotgan edik. U zot bizni bir kechani bir qismida bir vodiyga kelib yotqizdilar. Ya'ni hammamiz bir vodiyga qo'ndik. O'sha joyda tushdik. Ertalab tursak, yuzimizga quyosh tushibdi, o'shandan uyg'onibmiz. Ya'ni bomdod namozi qazo bo'libdi. Shunda Nabiy alayhisolatu vassalom aytdilarki, hamma otini tizginini ushlasin dedilar. Hamma otini nimasini, xurjunini ushlasin. Bu yerdan ko'chamiz. Bu yer demak bizni shayton hozir bo'lgan joy ekan, uxlab qoldik degan ma'noda boshqa yoqqa ko'chdilar va suv chaqirib tahorat oldilar. Suv aytib tahorat oldilar. Keyin 2 rakat namoz o'qidilar. Ya'ni 2 rakat namoz deganimiz o'sha bomdodning o'sha kungi sunnatini o'qidilar. So'ngra bomdodning farzini jamoat bo'lib qazo qildilar degan Oysha onamiz Abu Hurayra radhiyallohu anhuning hadislari bor. Imom Muslim rivoyat qilgan. Mana shu hadisni dalil qilib ulamolar mana shu bugunning o'zida peshin namozigacha qazosini o'qimoqchi bo'lgan odam sunnatini qo'shib o'qiydi. Peshin namozidan keyin o'qimoqchi bo'lgan odam unda sunnatini o'qimasdan faqat farzini o'zini qazo qiladi deganlar. Vallohu a'lam bissavob.